Siz ham uyda baliq qovurganingizda hidi chiqib, uyni hidini o'zgartirib yuboradimi? E'tibor bering, hozir sizga baliqni qizartirib, usti qarsildoq, ichi esa yumshoq bo'ladigan usulni ko'rsataman. Eng asosiysi, uy hidlanib ketmaydi. Men sazan balig'ini tanladim, taxminan 2 kilo. Baliqni videoda ko'rsatilgandek kesib olib, ikkiga ajratib olamiz. Shunda qiltanoqlari yo'nalishi ko'rinib turadi. Yo'nalish bo'ylab kessanglar qiltanog'i ikkiga bo'lib qo'ymaysizlar. Shunda baliq yeyotganingizda qiltanoq tozalashi ancha oson bo'ladi. Baliq qovurganda hidi chiqmasligi uchun yaxshilab marinad qilib olamiz. Buning uchun bizga tuzli suv va limon sharbati kerak bo'ladi. Ustidan ozgina un solib aralashtirib olamiz. Unning vazifasi baliq bir-biriga yopishib qolmasligi uchun va rangi bir xil chiqishiga yordam beradi. Endi navbat qozonga. Baliqni ko'madigan darajada yog' solib qizdirib qo'yamiz. Yog' unaqa ko'p qizib ketishi shart emas. Baliqni yog'ga solgandan keyin 3-4 daqiqa tegmaymiz. Usti qotib olgandan keyin olovni pasaytirib 7 daqiqa yaxshilab qovurib olamiz. Ko'rib turganingizdek ranglari chiroyli bo'lib, hidi chiqmasdan sochli bo'lib pishdi. Buni pomidor sous bilan yesangiz ta'mi o'zgacha bo'ladi. Videoni sizga baliq pishirib berishi kerak bo'lgan odamingizga yuborib qo'ying.